Assalomu alaykum hammaga. O'tkir Hoshimov qalamiga mansub Tushda kechgan umrlar asarini taqdim etadi. Germancha asr o'zbek adabiyotida katta hissa qo'shgan adiblardan biri O'tkir Hoshimovdir. Uning Ikki eshik orasi, Dunyoning ishlari, Bahor qaytmaydi kabi asarlari kitobxonning qalbidan joy olgan. Xuddi shunday asarlardan biri Tushda kechgan umrlar romanidir. Asar 1991-yil, 1992 yillarda yozilgan. Ilk bor Sharq yulduzi jurnalida e'lon qilingan. Asar o'ziga xos tuzilishga ega. Unda Rustamning kundaligidan lavhalar va tergov hujjatlaridan ma'lumotlar keltirilgan. Voqealar ko'z tasviri bilan boshlanadi va oxirida ham shu tasvir keltiriladi. Ko'z o'lim to'shagida yotgan bemorga o'xshaydi. Oyoq ostida kasalmand xazonlar ingraydi. Shuncha urinishlar zoya ketganini tushunib, olamga ma'yus boqadi. Yer ko'kni kafandek oppoq tuman chulg'aydi. Oq zulmat orasidan qarg'alarning xosiyatsiz fig'oni eshitiladi. Kuzning o'lim to'shagida yotgan bemorga o'xshatilishi, xazonlarning ingrashi, yer ko'kni kafandek oppoq tuman qoplashi, qarg'aning bexosiyat fig'oni asarda qandaydir noxush vaziyatlar bo'lishiga ishora qiladi. Asar bosh qahramonlaridan biri Rustam o'qishni to'xtatib armiyaga ketadi. Armiyadan esa urush bo'layotgan Afg'onistonga jo'natiladi. U vatan va xalq uchun emas, Sovet hukumatining bosqinchiligidan iborat siyosiy manfaat uchun jang qiladi. Temur Xayriddin kabi o'ziga o'xshash yosh yigitlarning Afg'oniston hududida bekordan bekorga o'lib ketishlariga, afg'onlarning urushidan katta azob ko'rayotganlariga guvoh bo'ldi. Urush natijasida u kasallikka chalindi. Asar voqealar markazida turgan qahramonlar Rustam, uning otasi, komissar Soat G'aniyev, Qurbonboy xolalarning hayoti xuddi tushungandek ma'nisiz va alg'ov-dalg'ov o'tdi. Rustam afg'on urush xotiralaridan qutula olmadi. U o'zi sevgan qiz Shahnozaga uylangan bo'lsa ham, ikkalasi bir-birini qattiq sevsa ham, ular baxtli bo'lisha olmadi. Bu baxtsizlikning asosiy sabablari urushning salbiy ta'siri edi. Uyga qaytgandan keyingi ketma-ket adolatsizlik, nohaqliklarga guvoh bo'lishi, ayolning baxtsizligiga o'zini aybdor his etishi uning fojiali o'limiga sabab bo'ldi. Komissar Soat G'aniyev har bir kitobxonning qalbida nafrat uyg'otadi. U otasining izidan borib Sovet komissari bo'lib yetishadi. Yoshligidan ko'plab insonlarning mahalladosh Husan To'lagan nohaq jazolanishiga sabab bo'lgan, bir ayolning nomusiga tekkan. Bu odam keksayganda ham pushaymon bo'lmaydi. U o'tgan umridan afsuslanmaydi, dunyoqarashini o'zgartirmaydi. Komissar 70 yillik zulm saltanatining timsoli. U oddiy emas, o'ta xavfli manqurt. Qurbonboy xola umrini nimaga sarflaganini bilmay, sog'ligi yomonlashib, ishga yaramay qolsa ham har kungi yumushlarini qo'ymaydi. Doktorlar man eshitsa ham o'z bilganidan qolmay, kundalik tashvishlari bilan band. Bu ayolning umri ham xuddi tushdek mazmunsiz va behalovat kechdi. Nega asarga Tushda kechgan umrlar deb nom berilgan? Bu savolga quyidagi jumla orqali javob topdim. O'ylab qarasam, o'tgan umrim umr emas, tush ekan. Go'yo men esimni tanib-tanimay birov uyqu dori ichirgan, u tush ko'rib yuraverganman. Goh shirin, goh xatarli tush ko'rib, o'sha birov qayoqqa sudrasa ketidan ergashib ketaverganman. Nima buyursa quloq qoqmay bajaraverganman. Uyg'onishga esa qo'rqqanman. Mana endi uyg'onib yon-verimga qarasam, menga o'xshaganlar ko'p ekan. Otasining Rustamga yozgan maktubidan. Ushbu parchada Shomatovning o'zlariga nisbatan qilingan adolatsizlikdan so'ng ko'zlari ochilib, umrlari yolg'on taqdir asosiga qurilganini kech bo'lsa ham anglab yetadi. Shu sababli ularning umrini Tushda kechgan umrlar deb nomlagan bo'lsa kerak yozuvchi. Yolg'on aqidalar, bema'ni urush, qatag'on siyosati, begunoh insonlarning jazolanishi.